Salomatmisizlar, Asfalt bola kanali kuzatuvchilari. Yana bir ob'yomimizga steyshkaning ustidan asfalt uklash tomonidan asfaltimizni yotqizib bermoqdamiz. Ko'rib turgan edim, mana shunaqa biz katta ob'yomlarni juda ham ko'p qilamiz. Shuning uchun agar sizda ham shunaqa katta ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol asfalt bolaga o'z ishinglarni ishon topshirsanglar bo'ladi. Asfalt bola hech qachon ishini sifatini yerga tushirib, o'zini uyaltirib qo'ymagan, xudo xolasa. Biz bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab deyarli ish olib boramiz. Hozirda faqat Buxoroda, Xorazm, Qoraqalpoqda yo'q, qolgan barcha viloyatlarda mavjud. Va Toshkent shahar, Toshkent oblasida o'zim ish olib boraman. Vodiyda esa Farg'ona, Ravshanbek ham ish olib boradi. Ko'rishinglar mumkin. Hozir beton ustiga asfalt yotqizib, beton nega rangi qora bo'lib turibdi deyishinglar mumkin. Bizlar betonimizni ustiga qora saqiz sepganmiz, ya'ni gudron. Steyshkasini polni yuvib top-toza qilib qo'ygan ekan, bitta sepib olib bering asfaltchi bo'ladiganiga bizlar ham gudronimizdan septikda qop-qora qilib, endi cho'tka qilib asfaltimizni yotqizib bermoqdamiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoq tomoni asfalt yotqizilgan holati. Bolalar hammasi o'sha izga birgada, bari professional zo'r ishlashadi. Nomer aytib o'taman: 94lik kod bilan 538 44 63 va 283 49 79. Agar vodiy bo'ylab so'ramoqchi bo'lsanglar, 91lik kod bilan 669 44 66 raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Ikrom akam doim o'zimizning xizmatda. Agar bizaga Toshkent shahar, Toshkent oblasida bo'ladigan bo'lsa, Ikrom akam o'zi bemalol borib, ishlarni juda ham sifatli qilib berib kelamiz. Ha, Ikrom aka? Ha, lokatsiya bo'lsa bo'ldi. Lokatsiyasi bo'lsa bo'ldi akamga. Pul ham bo'lsin, ha? Shunaqa. Ish Xudoga shukr, juda ham yaxshi ketmoqda. Hamma bilan astrinamiz zo'r, kayfiyatlar a'lo. Hamma o'z ishini bilib qiladi. Albatta asfalt bolaga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar, videomiz ko'pchilikga yetib olsin. Bu obyektimizga 1 kvadrat metri 90 mingdan aylandi kvadrat. Mana shunaqa saqchani sepib berganmiz 1,5 ming kvadratli ob'yomimizga. Nima deb o'ylaysizlar, o'zi puliga arziydimi, yo'qmi? Kvadrat 90 mingdan bo'lganda ham, hop. 1,5 ming kvadrat joy 1000 kvadrat 90 million 5 135 millionga tushadigan obyekt. 135 million mana shu qop-qora asfalt, sifatli asfalt bo'lib qolmoqda. Asfalt bo'lganda ham eng sifatlisi. Va bizdan uzoqlashmaslik uchun asfalt bolaga obuna bo'lib qo'yinglar va asfalt yotqizish xizmati kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqaveringlar. Vodiyda ham, Vohada ham, Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Navoiy hamma joyda mana shunaqa katta texnikalarimizni olib berib qo'yamiz. Mana bunaqa kichikroq katogimiz bor, ruchnoy bola lapatkada yoyishni ham qilib beraveramiz. Ob'yomga qarab narxini kelishtirib, hamyonbop narxda qilib beramiz. O'rtacha hisobda 70-75 ming atrofida bo'ladi. Ob'yom 300 kvadratdan yuqori bo'lsa, bolalar ruchnoy lapatkada yoyadi, katta bosadi. Uklatchikda bo'lsa, ob'yomni holatdan kelib chiqib, narx aytiladi. Yana bir bor eslatib o'taman, asfalt bola obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar, buni eng yaqin odamlarga tarqatib qo'yinglar.